Təmi gap ketməydigan, köngülgə tegməydigan ajoyib işlik lazca qilishni unutib qo'yay. Itsul intayin oddiy bir ko'rsanglar o'rganib olasizlar. Təmi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki qanamsi birlikda o'rganaylik. Yetarlik materiallarni dimsam ko'rib bilib oldinglar. Qachon mayni bekcha qo'yib etmaymiz. Muvafiq miqdorda may qo'yib, buningga yarim cho'mich, ya'ni 2 qo'shq atrofida shakar silib, videoda ko'rsatgandek qizil holatga ketganda, xojovdan bir 10-15 tal, bojovdan 2 tal silib, buning ko'pikchilar o'rlab chiqqan vaqtda qulağlarni çoxum ishti qilmasanglar bo'lmaydi. Sinjonni o'g'ir holatda to'g'rab, buning silib etib, anondikin tayyorlab olgan to'q go'shtimizni solamiz. To'q go'shtni boshda suvdan bir qaynatib elib olgandan keyin anondikin solamiz. Bundan keyin videoda ko'rsatilgandek bak oz bir temim atrofida xo'ngshavjonni qo'yamiz. Anondan keyin tuz solamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha lapis silib, braurus bir qo'rib olamiz. Ko'rib mishakapsizlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar, yaxshi mazmunlar kunda bor. Taom dars to'pimizga davomli o'quvchi qabul qilyapmiz. Cho'ng taqsimli qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. 60 xil taom to'piga tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qurtilgan qizil lazni qaynoq suvga besib, yumshagandan keyin anondan keyin qozonga solamiz. Qorish jarayonida vijindan bir qo'shiq, jijindan bir qo'shiq solamiz. Undan keyin 2 cho'mich atrofida suv qo'yamiz. Suvni bekcha qo'yib etmanglar. Bu jarayonda suv qo'ygandan keyin Jalil ustamning laz jiti tutqusidan bir qo'shiq atrofida qo'yib etamiz. Ta'mi ajoyib bekpay chiqdi. Yo'q bo'lsa qo'ymasanglar bo'ldi. Lazji dapanji lag'man sayti tutqularga ehtiyojinglar bo'lsa, 24 yillik oshpazlik tajribasiga asosan tujubillab so'qilgan mushdar darmaklarimiz bor. Undidar orqali zakaz qilsanglar bo'ldi. Videoda ko'rsatilgan bo'yicha suvi ozlab mayga aylangandan keyin samsaq silib, uni haqidan qizil laz, ko'k lazdan silib chiqib qo'rib olsanglar bo'ldi.